Do'stlar, bugun bizlere satıladigan Nexia mashina prostoy variantdagisi geldi. Mashinanın 3 detalında, ishon taraflarında kraskasi bor. O'zingiz uchun tekshirtirib olaverasizlar. Balonlarning sosteniyasi zakonni, hali toza, bo'sh balonlar. Mashinanın ichki salonini ko'rib o'tamiz. Mashina aytilganidan prostoy variant, konditsioner yo'q hilisi, chexol polik, hamma narsasi tayyor. O'zingiz uchun bir himchiska atib, moykaga girgizib olasizlar, 20 ming so'm bilan ajoyib atib yuvdirib olsangizlar bo'ladi. Mashinaning orqa tarafdan ko'rinishlari, mashinada gaz ham bor, hamma narsasi cho'tki ishlab turibdi. Buferlarda 1-2 qirchiqlari bor, o'zingiz uchun ozgina kosmetika atib zottirib olasizlar. Mashinaning yurishlarini, tortishlarini, motor hadovoy, hech joyida ish yo'q. Yana yonboshdan ko'rinishlari dimdik turibdi, hali sosteniyasi dim ajoyib. Kimda kim shunday mashinalarni reklama ettirecek bo'lsa, dim arzon narxlarda reklama etib beraveramiz, aloqa chiqarasizlar. Mashinaning eng qiziqli joyi, bahosi dim arzon, 40 million so'mdan ham kelishtirib beramiz deb turibdilar.